kar 2. To'g'ri o'rtoq boshliq. To'g'ri emas. Nechi bo'lish kerak deb so'rang. Ustozlarim bunaqa o'rgatishmagan. Nimani mo'ljal qilayotganingizni tushundim. Avvalgi rahbar bilan bunaqa ishlamaganmiz. Bo'lmasa, avvalgi rahbaringiz ketidan yetib ola qoling. Baraka topmaysiz. Dunyoda sarson sarson qadrim ham arzon arzon xorligim onamga aytmang yuribman devonaday o'zimga begonaday dardlarimni onamga aytmang. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajon. Labbi onam. Opa singillaring keladigan kun ekan bugun. Shashlik qilaman deb va'da bergan ekansan bola. Bugunmi? Bugun bolajonim bugun xursandchilik bo'ladigan kun, bag'rimiz to'ladigan kun. Bolajonim qiynalib qolmaysanmi? Ishlaring yaxshimi? O'zingni bolajonim. Ishlarim yaxshi Alloh onajon. ishingni qo'llasin. Doim duodaman bolajonim. Ko'z yoshim sekin artaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ne ishingiz vaqtli tugadimi? Ishdan vaqtli keldingiz? Ishim butunlay tugadi onasi. Nimaga? Xayrlikka. Nima bo'lsa ham xayrlikka. Voy, bugun adasjonisi opajonlarimiz kelmoqchi edi-ya. Men shuni harakatini qilay olmasa, buni olib Xo'p qo'y. bo'ladi, xo'p bo'ladi. Keyin faqat onamga aytma. Dardim unga ko'p bo'ladi. Qaytaman bir kun onamga Ko'rinishingizdan ermega chiqasizmi deyman, aka? To'liq chiqaman aka. Kelibmiz aka. Ochib bermaysizmi? Voy nomard. Erkak kishiga bir kelsa parovoz bo'lib kelargandi. omadsizlik yori demang, yo'lidan toyidi demang. Men yomon Ha do'st, Qayerdasan do'stim? ishdaman. Bir yaxshi korxona hisob kitob bor edi. Qarab bersang rozi qilishardi. bo'ldi. Ko'ring rangim samon bo'ldi. Kuyganlarim onamga aytmang. Siz meni Balki birga ishlaymiz. Allohim ishingni qo'llasin. Doim duodaman bolajonim. Gunohimga gunohkor bo'lmang. Muhabbatim sarob bo'ldi.